Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bugun men O'zbekistonda demokratik davlat degan g'oyani ilgari suradigan odamlarni ko'ryapman, ammo aslida haqiqiy demokratiyadan asar ham yo'q. Hammasi faqat qog'ozlarda, hujjatlarda, ya'ni konstitutsiya ham shunga yaqqol misol bo'la oladi. Aslida menimcha biz hammamiz agar chin musulmon deb o'zimizni o'ylasak, Qur'onni Karimni yaxshilab o'rganishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislarini yaxshilab o'rganishimiz kerak va islom shariati bo'yicha yashashimiz kerak. Mana shu eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Chunki bu Allohning dini, Allohning kalomi va Alloh joriy qilgan qonunlar hisoblanadi. Shuning uchun islom qiyomatgacha haq din bo'lib qolaveradi. Mana bu ko'rona o'zini musulmon deb da'vo qiladigan va noto'g'ri fikrlari bilan odamlarni chalg'itadigan va musulmonlarni jihodga chaqiradigan ahmoq, ilmsiz, nodon kimsalarga ham aytib o'tmoqchiman. Qiyomatda har bir gapingiz uchun javob berasizlar. Unutmanglar shuni, Alloh taoloning oldida nima qilganingiz haqida birma-bir so'ralasizlar va hattoki islomni tarqatdingizmi yoki yo'qmi, shu haqida ham so'ralasizlar. Unutmanglar shuni.